O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 1-apreldagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Aynan shu mavzuda Toshkent viloyati prokuraturasida seminar o'tkazildi. Seminarda sohada tizimli muammolarni bartaraf etish, energetika tarmoqlaridagi qonun buzilishi hamda talon-taroj qilish holatlarini oldini olish sohasida davlat nazoratini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi yoqilg'i energetika sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energo nazorat tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni mazmun-mohiyati tushuntirildi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan tashkil qilingan chek-list dasturi orqali energetika sohasida qonunchilikni bir xilda ijrosini ta'minlash bo'yicha dasturiy qo'llanma ishlab chiqilganligi, bu bo'yicha dasturdan imkoniyatlardan foydalanish bo'yicha o'sha seminar ishtirokchilariga yo'nalish va topshiriqlar va ko'rsatmalar berildi. Kelgusida energetika sohasida prokuror nazoratini ta'minlashda bu seminar mashg'ulotida olgan bilimlarimizdan foydalangan holda prokuror nazoratini ta'minlash choralarini ko'ramiz. Energiya resurslaridan foydalanish va sarflanishiga oid qonunchilik ijrosi ustidan prokuror nazorati bo'yicha o'quv qo'llanmalar taqdim etildi. Yoqilg'i energiya sohasidagi davlat nazoratini amalga oshiruvchi ishchi va idoralararo guruhlar shakllantirildi. Ularning asosiy va qo'shimcha vazifalari hamda sohalar kesimida faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi. Shu bilan birga qaror bilan hududlarga biriktirilgan prokuratura organlariga ham bir qator vazifalar yuklatildi.